Sutkasiga foiz qo'shiladigan qilib qarz beradigan odamlar yoqtirib o'qiydigan asar qaysi? Qaysi? Kun tug'mish. Hokim o'zini tanishtirsa qanaqa tanishtiradi? Hokim. Qanaqa? Xoman deydi. Biza kosmosga birinchi belcha strelkani chiqarganmiz kuch bilan. Shuning uchun inoplanetallar o'zini telefoniga bizani nima deb saqlanib qo'yishdi? Nima deb? Itdan tarqaganlar. Timur Alixonov xotirasini yo'qotsa nima deydi? Nima deydi? Odamlar nima deganida, yaqinlar xuddi beganidek. Timur Alixonovga jo'natib qo'yamiz. Tezroq non bo'lishga oshiqayotgan bug'doy doniga otasi nima deydi? Shoshilma. Yo'q. Ja non bo'laman deb hammaga. TikToker Habilen o'zbek bo'lganda trenddan qolgandan keyin nima qilardi? Ibratli videolar, Men nima bo'lardi? duo bo'lardi. Yo'q. Xulosa o'zingizdan. Nega Amir Temur poytaxtni Samarqandga ko'chirgan? Samarqandga bilmam nimaga. Kesh to'lib qolgani uchun. Qavazachilar tug'ilishi bilan akushaga nima deydi? Mana tug'ilib oldik-a. Nima deydi? Biz bu chiqishimiz bilan nima demoqchimiz? Jem avtosalonlaridagi to'polonlarni ko'rganda Navoiy nima degan bo'lardi? Nima degan bo'lardi? Odamiy ersang demagil odamiy, Onyx yo'q xalqamaydi. Metro kichikroq bo'lganda nima bo'lardi? Bilmayman. Santimetro. Alisher Navoiy sigaret haqida g'azal yozganda qanaqa nomlanardi? Sigaret bilmam, nima qanday nomlanadi? G'azalkent. Yangicha uzum navi o'ylab topishsa, bagi qora bo'lsa, uni nima deb atashadi? Yangicha uzum navi, Aha. Bagini yangi qora bo'lsa, nima deyishadi? qora bo'lsa, nima deyishadi? Husayn Bayqaro. Messi farzandini qanaqa aldaydi? Qanaqa? Ne yong'oqlar oyoqni orasidan olib ketadi. Bobur Rahim Mashrab. Counter Strike o'ynayverib zerikib ketgach, Counter Strike'ga qarab nima degan bo'lardi? O'yinga qarab. Ha. Nima degan bo'ladi? Hamma obod bo'ldi, bo'lmadim obod dastingdan. Farg'onada gender tengligi ta'minlanganda nima bo'lardi? Nima bo'lardi? Farg'ona ota-ona. Kapalak sevgilisiga, qiziga, yaxshi ko'rgan qiziga qarab aytgan qo'shig'i qaysi bilasizmi? Bir kun qaytmaydi. Qaysi? Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Uy hayvonlarini o'g'irlaydigan yirtqich hayvon nima deb nomlanadi? Bilmadim. Echki Omar. Nimaga dasturchilarga bir ish buyurib to'liq ishonch bildirish qiyin? Nimaga? Chunki ular ishini qo'l uchida qilishadi. Ha. Ayollar doim noliyda eriga "Men tushunmaysiz" deb erkak sifatida aytishi mumkin. Bitta vaziyatda erkaklar doim ayollarni tushunadi. Qaysi vaziyatda? Qaysi vaziyatda? Qachonki svichadan foydalansa. Agar katetlar qozoq va qirg'iz bo'lsa, ularning kvadratini yig'indisi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Gipotenuzbek. Hozirgi kunda tabiatni asrash kerak, lekin ba'zi tabiatlarni yo'qotish kerak. Qaysilar? Qaysilar? Yengil tabiatlar. Kichkina odamcha prezident bo'lib qolsa nima bo'ladi?
nima bilan? Lili Putin. Xo'p, davlat tashkilotlari xodimlarini foydali va foydasizlari o'rtasida qanaqa farqi bor? Bilmadim. Qancha ekan? 80 santimetrli. Rahmat aka, prosta akamiz doim ishda mozaika terib o'tiradi. Farqini bilib oldim. Haqiqat qachon 2 qat bo'ladi? Yolg'on aytarib ketganda. Men yoshligimdan mol boqardim-da. Yo'qotib qo'ysam, yarim soatiga kiritishmasdi. Lekin kiritishardi. Nimaga? Bitta mol kerak bo'lganda bari. Yo'q, nimaga? Ertaga ham ko'mir molni boqish kerak deb kiritardi. Mol yo'q-ku. Ertaga kerak emas. O'zi ma'lum nima? Qarang, Erkin Vohidov bilan dachaga olib chiqib ketiladigan haligi yengil tabiat qizlarni nima o'xshash tomoni bor? Nima? Ikkalasi ham hayqiradi tog'lar bag'ridan. Normalmi? 8 oyoq bitta o'zi zerikib o'tirgan payt nima qiladi? 9-oyog'ini o'ynaydim. Nima qiladi? Laylak keldi o'ynaydi. Birinchi marta taksistlik qilgani chiqqan odamni nima deb atasa bo'ladi? Nima deb atasa bo'ladi? Bokir akash. Pepsi nimaga trenajyor zalga chiqyapti? Nimaga? Tamlar jangida yutish uchun. Hamma hasharotlarni ta'mini biladigan odam qanaqa odam? Qanaqa odam? Mototsiklda ishlaymiz yuradigan odam. Tasavvur qilaylik. Kapali og'aynisidan nima deb qarz so'raydi? Bir kimga? Ertaga qaytaraman. Bolalar uyda o'sgan bola cho'mib chiqsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Chisti yetim. Koreyalik qizlar hurmat yuzasidan hurmat uchun qo'lini qayerga qo'yadi? Qayoqqa qo'yadi? Ko'ksiga. Eng keng tarqalgan to'liqsiz gap O'zbekistonda. Qaysi? Onangda. Buxoroda ovoz chiqaradigan apparat ishlab chiqarishsa nima deb nomlanardi? Mikrofon. Minorai kalonka. Bolalarni xartumi bilan quchoqlab oladigan fillarni nima deb ataladi? Nima? Pedofil. Kimsasiz orolga yashirilgan xazinani qidirib yo'lga chiqqan o'zbeklar ishni nimadan boshlashadi? Qazishdan falan. Yo'q. Xazinani yashirgan odamni qarg'ashdan. O'zbeklar doim bir-birini go'shtini yeydi deyshadi. Yana kim o'zbekning go'shtini yeydi? Kim? Meksikalik timsohlar. Amir Temur bilan Alisher Navoiyni kim bog'lab turadi? Tarix. Yunus Rajabiy. Agar fil yalang'och erkakni ko'rib qolsa nima bo'ladi? Nima degan bo'lardi? Nima degan bo'lardi? Voy, sizlar shundan nafas olasizlar. Sichqonlarni qorni ochsa qanaqa qo'shiq aytishadi? Qanaqa qo'shiq? Ajab sirlar. Sichqonlar to'y qilsa nima deb nomlashadi? Nima deb bo'lsa? Ratatuy. Nimaga qorboboni farzandlari bo'lmasa-da qor qizni nevaram deydi? Asrab olgan. Nimaga? Qamalib ketmaslik uchun.
Qiz rais olmaka jentri olmoqchi bo'lib jemiga borsa nima degan bo'lardi? Nima degan bo'ladi? Xudo insofinglarni bersin. Yorqinxo'ja Umarov hokim bo'lib ketsa, budjet pulini qanaqa qilib yeydi? Bo'lib. Maydalar. Sinfidagi eng aqlli, lekin eng qo'rqoq bolani nima deb chaqirishadi? Nima deb? Delfin labda. Nasriddin afandini bilasizlar? Shu Nasriddin afandi nimaga uylanmagan? Nimaga? Chunki uni eshagi bo'lgan. ya'ni eshagi bor boladan ko'ra oti bor bolaga qizlar tegib ketganda, u kambag'alroq hisoblanadi. Bir qo'li yo'q odam bolalar bilan qanaqa o'yin o'ynamaydi? Qanaqa? Top qanaqa qaysi qo'limda? Dachaga qizlarni olib chiqib, ular bilan prosta karaoke aytib qaytib kelish nimaga o'xshaydi? U dachaga chiqish. Shaxmat donachalar bilan shashka o'ynashga. 3 ta noma'lum shaxs ko'chada bitta odamni ushlab pasportini yirtib tashlasa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? 4 ta noma'lum shaxs. Sichqon svarkaga ko'p qarab tursa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ko'r sichqon bo'ladi. Shapalak agar svarkaga qarab tursa nima bo'ladi? Svarsh bo'ladi. To'g'ri. Osmondagi bolalar birdagi hamdam osmondagi bolalar uchta ko'rganda nima deydi? Nima deydi? Otib tasha hayvonlar. Bozorchilar sudda ishlaganda nima degan bo'ladi? Sudda? Ha, nima degan bo'ladi? 10 yil 8 yil qilib beramiz, faqat keling deb qolasiz. Eng yaxshi axrana va securitylarni qaysi tumandan sotib olish mumkin? Qaysi tuman? Qorovul bozorida. Agar jurnalist ayol bir joyga reportaj olishga borsa-da, ko'zi ojizlarning sonini kamligini bilsa, reportajni nima deb boshlaydi? Nima deb boshlaydi? Assalomu alaykum. Bu ko'rkam dunyoda Ba'zi suyuq erkaklar qariganini qayerdan bilsa bo'ladi? 90 ga olmuş uning uchun давление. Xo'p, barsachilar qanday serial va filmlarni yomon ko'rishadi? Qanday? Real hayotdan olingan. Mehribonlik uyidagi bolalar nima uchun ozg'in? Nima uchun? Chunki ular hech kim dadang uchun, onang uchun bitta qo'shgan. Karantin paytida militsiya maskasiz yurganlarga ishtirok soldi-ku. O'sha paytda maskasiz ko'chaga chiqqan bola militsiyani ko'rib qolib, stalbadagi Elonni maska qilib olsa, uni nima deb atasa bo'ladi? Nima deb? Elon Musk. Tipratikan kasal bo'lib qolsa nima qiladi? Nima qiladi? Ignoterapiya oladi. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlarni hozirgi paytda yozganda, o'sha mashhur joylar qanaqa bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Siz o'shami? Men o'sha balo. Otasi katta bo'lgan odam. Yoki meni o'zimni ham aytsak bo'ladi. Agar iflos tilla baliqchani topib olsa-da, tilagigina xohlagan tilagingni bajaraman. Faqat dushmaningda o'shandan ikkita bo'ladi deganda men nimani tilardim? Nimani? Otamni. Respekt. Tamam. Yo, sizlar hozir tushunmadinglar? Tushunmadinglar hozirlar. Xo'p, boshqa ko'plab parklarga havola beriladigan istirohat bog'i nima deyiladi? Linkin Park. Linkin. Nega Hitler zo'r geymer bo'lgan? Nega? U 6 millionta kill qilib, bir marta o'lgan. Studentlik oltin davr deyishadi-yu. O'shani boyligi qayerda? Qayerda? Sessiya boshlanganda o'qituvchining kistasida.
Nevalar gaplashib o'tirganda uzoqdan bitta iflosroq o'tib ketsa, uni g'iybat qilib nima deyishadi? Nima deyishadi? Ananas. Vaqtinchalik eshak vazifasini bajaruvchi hayvon qanaqa ovoz chiqaradi? Bilmadim. I-o. Gap yo'q. Body building musobaqasi kechki payt o'tkazilsa nima deyiladi? Nima deyiladi? Mushakbozlik kechasi. Saunaga ketgan lag'monni uydagilari so'rab qolishsa-da, uni Xorazmlik og'aynilari nima deb javob beradi? Spagetti. Ikki eshik orasini o'qiymiz. Nimaga o'sha ikki eshik orasidagi Ra'no eriga xiyonat qiladi? Nega? Chunki eri kechga yaqin urod bo'ladi. 3 ta cho'chqacha ertagi arab davlatlarida qanday nomlanadi? Qanday nomlanadi? 3 ta harroma. Juda ham ko'p rep eshitadigan cho'ponni qo'chqori qo'yga nima deydi? Nima deydi? Kayfiyatni ko'tarar orqandagi dumba. O'qituvchilikning 3 ta plyus tarafini sanab bering. Qaysi? Iyun, iyul, avgust. Jigar bo'lsa. O'gay farzand kim bilan? Kim bilan? Appenditsit. Osmonga shilqimlik qiladigan inshoot nima deyiladi? Osmonga shilqimlik qiladi. Osmon o'par bino. Shaxmatda nima uchun kelin kuyovga nisbatan ustun? Nima uchun? Chunki kelin poshsho, kuyov to'ra. Uchta oq, qora va kulrang erkak mushuklar bitta o'shanaqa rangdagi mushukni ko'rib qolsa nima deydi? Nima deydi? Sen 3 mushketyorning farzandisan. Muhammad Yusuf, rahmatli Muhammad Yusuf skochni uchiga qarab nima degan bo'lardi? Nima degan bo'lardi? Topmoq, yo'qotmoqdir, yo'qotmoq, topmoq. Nega Nil daryosi eng uzun daryo? Boshqa daryolardan uzun dunyoda. Nega? Chunki u Afrikada. Urushda general 100 tadan ko'p o'q yesa-yu, lekin o'sha urushda g'alaba qozonilsa, uni unvoni qanaqa bo'ladi? Qanaqa? Rahmatli. Katta qizini ismini doim esdan chiqaradigan ota qanaqa qo'shiq aytadi? Laylo opang qani, Suhro opang qani. Apple kompaniyasi paket ishlab chiqarsa nima bo'ladi nomi? Nima bo'ladi? iGen. Ay paket deb keldi. Meni uylanishimga ikkita sabab nima? Ko'k ishtonangiz. Yo'q, ko'k ishton erga tegishim uchun bo'lishi mumkin. Hop nima? Ikkita chiziqcha. Endi albatta so'rab o'rgangan yaxshi, lekin Amerikada qaysi savolni bermagan ma'qul? Qaysi? Nega? Qaysi aka-ukalar ertaklarni kuyga solib aytishgan? Grim. Aka-uka Piligrimlar. Sal qopda yaqinlashib mana. Devni onasi kim bilan? Devni? Ha. Kim? Devona. Kim sochda hech qanday asbob uskunasi qo'lda olib tashlay oladi? Asbobsiz, uskunasiz. Kim? Kung Fu Panda, barmoq qaychisi. Avariya bo'lganda xavfsizlik yostiqlari ishlamay qolsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? GM. Rahmatli deyish. Kiyimsiz yuradigan maqtanchoq odamlar yashaydigan mamlakat qaysi? Kiyimsiz yuradigan maqtanchoq odamlar. Yo'q, bilmayman. Mongoliya. Mongoliya.
Nega yoshi katta odamlar biror texnikani sotib olayotgandan nemetskiy bo'lsin, Germaniyada chiqqan bo'lsin deyishadi. Nega? Chunki ular vaqtida germanskiy pechlar qanaqa ishlashini ko'rgan. Odamga yetmaslik. Iqtisodda o'qiydiganlarni O'zbekiston iqtisodiga keltiradigan eng katta foydasi nima? Nima? To'lagan kontrakt. Sir saqlab bilmaydigan odamning ismi nima bo'ladi? Kalbasa. Kalbasa? O'yla. Nosir. Qani, sizlar qani.